Assalomu alaykum. Anglayotganlar Qashqar Uyg'ur nashriyoti 1999-yil 4-oyda birinchi qatim nashr qilgan roman Sarson Ruh. Avtori Ahad Turdi. Ikkinchi qism. Ikkinchi bob. Makkadagi musofirlik. Birinchi. Haram masjidiga yaqin yerdagi bu avat bozorni Shubayka deb ataydi. Bu yer o'z vaqtida Muhammad payg'ambarning Makka mushriklari bilan g'azot qilgan jang maydoni bo'lg'achqa, keyingilar nihoyatda xosiyatlik, e'tibor yer qatorida xotirlaydi. Shinjongdan hajga chiqqan bir qism musofirlarning g'amxoni bo'lgan Atush Rabat mana mushu yerda edi. Askartish. Atush Rabat 1930-yillarning oxirida saxovatchi Abdurahmon Toj degan atushliq odamning o'zi hajga borolmay Habibullah Hacim orqali 50 tilla avatib barpo qilgan mehmonxona. Qizil xishdan qo'pirilib, o'g'isi tunika bilan qoplangan 3 qavatlik rangdor bu bino yiroqdilla ko'zga chiliqib turadi. Texi yaqindila musofirlar bilan avatlashib, kecha kunduz shavqin suran ichida o'yg'oq turgan bu bino hozir muңlanib, o'mcharab qolgan edi. Nurg'un odamlar bu yerdan ketgan. Ba'zisi Pokiston, ba'zisi Turkiya, ba'zisi Hindiston taraflarga hayotlik yo'li izlab qanqib chiqib ketgan edi. Bu yerda qolganlarning ba'zisi Jidda, ba'zisi Madina va ba'zisi Riyod taraflarga berib kelib tirikchilik yo'li izlab yurishadi. Atxon bilan Akbar bir necha kundan beri mushu binoning ikkinchi qavatidagi kichikkina bir uydan sirtqa chiqmadi. Atxon bek kamsiz mijozi chus bo'lib ketgan edi. Atxonning Taifdagi Hamuq Hajim degan kishiga bog'langan umidimi yo'q chiqdi. Surishtirish orqali u kishining 3 yil burun Makkadan 1400 kilometr yiroqlikdagi Al-Zahron degan neft shahriga ko'chib ketganligi aniqlandi. Bunda ustilab kelgan o'ng'aysizlik bilan ko'ngilsizliklar Atxonni bir necha kun ichida boshqacha mijozlik bir odamga aylantirib qo'ygan edi. Kechgacha joy namoz ustidan tushmay namoz o'qib, Qur'on yodlab o'ltiradi. Qaramoqqa shundoq ko'ringan bilan amaliyotda u mushu yo'l bilan ichidagi dard piroqini bezvatadi. Shu kunlarda ikki o't yurt mehri bilan tirikchilik vasvasasi o'tirsida qolgan Atxon xuddi tugman tashlari orasidan ezilib chiqqan dandek oqibatga tushib qolgan edi. Bu kunlardagi Akbarning ahvoli texmo echinishli edi. U balog'atga yetmagan 10 necha yoshlik g'amsiz hayotida tunji qitim turmushning bunchalik rahimsiz, ko'ngilsiz bo'lganligini bilib, ko'ngli bakmo ma'yuslik, umidsizlik ichida qolgan edi. Akbar onasini, ochisini, singlisini va texi o'zi ko'rib boqmagan bovoq qarindishini kech-kunduz o'ylaydi. Vaqt uzargan sari ularning siyoqi uning ko'z oldida bir turib oyga, bir turib quyoshga o'xshib qoladi. Tutay desa tutolmaydi, tovlasa ovozi yetmaydi. Ah ana, ah qarindoshlarim deb unsiz nido qiladi u hamisha. Sizlar nada? Kelinglar, men sizlarni baq-baq etay. Sizlar hayotni illatib, kishiga orom bersizlar. Sizlar o'zinglarni hech nimasi yo'q kishilar deb hisoblasanglarmi? Lekin men sizlarga aytsam, hamma narsa sizlar tarafda. Sizlarda qor bor, sizlarda yomg'ir bor, sizlarda yeshillik, sizlarda bahor, sizlarda jannat. Akbarning nazarida Alloh birla jannatni yaratgan. U bo'lsa-mu, ana yurt, ana makon Qashqar edi demasimi? Odamning qalbida yurt vatan degan sizim bo'lmasa, hamma yerda o'xshashla fuqaro bo'lg'ili, yashg'ili bo'ladi. Lekin Akbarning sizimi undaq emas edi. U o'z yurtini, vatanini, qalbidagi quyosh, hayotlik manbasi, fani dunyodagi jannatul ma'va deb biladi. Chunki u yerda Akbarning hayotlik shami yongan. Uni xoki tuproqdan ofrida qilgan ona makonda Akbarning samimiy, sadda dil, ko'yinchan onasi, illiq bir bag'rini tang yerib chiqqan rishti cho'nqur qarindoshlari, kichkidan bir parcha nonni tang talishib yeb, o'stanlarda billa suvga cho'milib,
bahar kunlari billa laglak ushurib, billa vallay to'lab cho'ng bo'lgan qadinas al og'inlari qolgan. Akbarning xiyoliga hamisha ashu sap va sabiy qalb dillar ularning tinch g'amsiz o'tkazayotgan shodmon hayoti kelatdi. Ata bola ikkalanning rabatdagi kichikkina uyda ig'ir sukut va ruhiy besim bilan o'tayotgan azobliq turmushi kutilmaganda yana bir qatim shiddatli zarbiga uchirdi. Ish kichikkina ehtiyotsizlikdan boshlanib, oxir cho'ng datalashga aylandi. Akbar tushlik tamoqqa tutish qilishning oldida bir kaslam o'tinni koridorga ilib chiqib, dastlab uni pishaqladi. Keyin bir yarta ko'mirni kakining cho'ldisi bilan urib parchaladi. Bundaq ishlar haj jarayonida uylarda bo'lib turgan edi. Hech kimning kari yo'q edi. Lekin bugun bu yerning Sitaji ismli g'ojdori birinchi qavatdan paypaslab chiqib, Akbarga til soldi. "Ey harom tamoq, sen bu binoni o'ritay demsan nima? Avval biror tal kesak qo'pirib biqib, ondan o'ri, jumo." Akbar turibla qoldi. Gap qilay desa o'zining cho'ng odamga yuragi petinmidi. Gap qilmay desa u odamning og'zidan chiqayotgani til haqorat edi. Shu chog'da uydan Atxon chiqib qoldi. Uning qo'lida tasvih bor edi. Atxon Sitajining oli tag'il varqirgan ovozini anglab, nima ish ekanligini bilish uchun chiqqan edi. "Bu bachchag'arlar ajabmi to'ydirdi?" dedi Sitaji yana shu ochiq bilan zarda qilib. "Pul ber desa bir dachanmi yo'q deb qichirda ko'tini tamg'i tiraydi." Bu so'z Atxonga qattiq tegdi. U o'zini xo'rlangandek, bo'zak qilingandek bechora his qildi. Lekin Atxon shu topda fiqir, notavan holatda bo'lg'achqa, tabiiy kam qo'rsaqligi va shukr qanoatchanligi bilan o'zini tutib sipoyi holda mundoq dedi: "Hojim, ansam o'zlari Buxoro sharifda o'qibdikanlar. Qur'on Karimda musulmonlarga behuda til tekkizish gunoh deb ko'rsatilgan. O'zlaridek bir muhtaramning bilib turib gunoh yuklab olmasliklarini tavsiya qilaman." Nima? Sitaji chiroyini purishtirib Atxonga do'q qildi. "Men texi behuda til tekkizibmanmi? Amsa quloqlarini dim tutib anglab qo'ysizlar. Sizlarning bu bolalari nimani ko'rsa chapqoq mushukdek chepilibla yuradigan shatroq bola ekan. O'tganda yundilarni qalamqon to'kib, Avrazning ko'zini etib qo'ydi. Uni men palon pul xajlab o'nglatdim. Yana texi koridorning chirig'ini qalamqon yiqib, lampochkani 2 qatim ko'ydiribdi. Buningga palon pul ketdi. Endi kelib koridorda o'tin yerib, ko'mir cho'qib, binoga ziyon silyotidi. Mushunda qilaversa, tam to'rislarga daz ketmaydi deb kim aytalaydi? Uni sil to'lamdilar. Kichikkina ish uchun bunchalar qoyimizlar taqsir", dedi Atxon yana shundoq ig'ir besiqlik bilan. "Mening balam dapni elib dushanba qaqadigan undaq naloyiq bola emas. Kichiklikda baladan o'tgan bo'lsa mendan o'zir. Lekin men bu balani ko'zimning qarchiqig'iga dast deb cho'ng qilgan jumo." Azaldan o'zini xo'jayin, boshqalarni o'ziga ta'zim qilib qo'l bog'lab turadigan hojatman deb qarab kelgan bu bag'ritash manmanchi odam har qanday vaqtda boshqalarning o'ziga javob qilishini, o'zi bilan zakonlashishni zodila yoqtirmaydi. Sitaji buni o'ziga qilingan hurmatsizlik deb bilatdi. Shunga uning turibla ko'tmak saqilidir deyib, yo'g'on, kelangsiz basti titrab ketdi. U qushninkidek sarg'uch ko'zlari bo'lsa, texmo surlik tus oldi. "Shundaqmi texi?" dedi Sitaji o'zini bosolmay, o'rsiga tinib. Kichikkina ishmish, nimanda g'araz chiqmaydigan odamsiz. Siz balangizni ko'zingizning qarchiqig'iga dast deb cho'ng qilgan bo'lsangiz, bizmi bu binoni beshimizga ko'tarib mushu kuniga keldik. Sizga buning qadri bilinmagan bo'lsa, qani yo'l bo'lsin. G'aldi g'ashtig'ingizni ko'tarib boshqa yerga keting. Bu yer sizning bekorga yetaveradigan dadingizdan qolgan ayvon saroyi emas. Atxon o'zini shundoq tamkin, muloyim tutib turgan bo'lsa-mu, lekin Sitajining keyingi gaplari uning jon-jinidan o'tib ketdi. Lekin u alam va xo'rliqdan bo'g'ilib, nima deyishni bilolmay qoldi.
faqat og'zidan bu nima degan sapra odam bu? Ochiqi ko'zining quyruqida ekan-ku degan so'zlar aranlab chiqdi. Lekin dadasining bechora nativan qiyofati, mavu tangna qo'rsoq lompa odamning yo'lsiz o'ktamligi Akbarni o'ti yerilg'idek g'azablantirgan edi. U xuddi behuda o'q tegib, g'ururi zaxmi yegan sher balasidek yo'lqinib chiqib, Tajiga hurpaydi. Akbar hozir hammadan mahrum bo'lgan tursa, yana nimadan qo'rqatdi? Bu sening dadangdan qolgan ayvon saroymiti? Dedi u birdilla sanlab. Bizga o'xshash musofir hojilar bo'lmagan bo'lsa, sen bu xalqning yurtidan non tepib yeyalamsan. Yo'qol ko'zimdan darhol yo'qilish, dedi Taji ba'ayni kaltak yegan g'unjindek chirqirab. Sen noinsoflarni endi bu yerda ko'zim ko'rmusun? Taji qandaqdir arabcha gaplar bilan bir narsalarni deb varqirdi. Ayol o'tmay ostinqi qavatdan kiyimlari ko'na, put-qo'llari maynat bir arab yugurib chiqdi. U mushu yerning qora ishtisi edi. Taji uningga og'zidan ko'pik chachirtib, qo'llarini shiltib turib bir narsalarni dedi. Akbar uning bu qora ishchiga o'zlarini qo'g'lab chiqarib o'tishni topilayotganligini bildi. "Dada, biz ketayli", dedi u otxonning qo'lidan tortib. "Yaxshi it o'likini ko'rsatmaydi degan gap bor-ku, bu yerdan tezroq ketayli." "Bo'ldi, balam, biz ketayli", dedi otxon darmoni uzilib. Akbar narsa keraklarni yig'ishtirdi. Ularning barliq bisati bir xurjun bilan bir xaltaga sig'di. Ata-bola ikkisi shularni ko'tarib bir ko'zi oldida, bir ko'zi orqada Rabatdan chiqdi. Ular kun patqucha Makka ko'chalarini nishonsiz kezib yurdi. Har ikkisining qallasida amdi naga berib nada turish deydigan mavhum, ayonchilik bir fikr hukm edi. Bir chaqda Akbar cho'nqur ichki azob bilan "Dada, uyga ketayli", dedi. "Qaysi uyga, balam?" Atxon hayronlikda o'g'liga qaradi. "O'zimizning uyiga-chu", dedi Akbar hayajonli ovozda. Atxon o'g'liga qaradi. Uning qop-qora, tiniq ko'zlaridan mung va hasrat, o'mcharab turgan sabiy chiroyidan umidsizlik va xomushlik chiqib turadi. Shu topda xo'rliq, musofirlik va miskinlikdan yuragi puchlangan Akbarning kallasida makon sizmi yo'qolgan edi. U go'yo o'z yurtining biror bulung puchqiqida ketayotgandek, yana ozroqlab mangsa o'zining ashu tonish mahallasiga, ashu illiq uyga yetib keladigandek tuyg'uda edi. "Bo'ldi balam, ko'nglini yerim qilma", dedi Atxon o'g'lini bezlab. "Shahar olgan botur emas, ochiqini yengan botur" debdikan. "Ular bugun bizni bozak etdi. Fani olamda so'rqi bo'lmagan bilan boqi olamda so'rqi bo'ladi. Bizning mo egimiz bor. Xudoyim o'likni ko'rsiz, tirikni uysiz qo'ymaydi." Lekin ular shu topda uysiz edi. Naga berib nada turishini, bugungi va buningdan keyingi kechalarni qandoq o'tkazishni bilmaydi. Cheki yo'q sarson, sargardonlik turmush Makka ko'chalarida yana boshlandi. Atxon bilan Akbarning hayoti muqimsiz to'lqin ichida o'tishga boshladi. Bu to'lqin ularni o'zliksiz turda u yoqdan bu yoqqa ittirib turadi. Ular bir haftadan beri haramni makon qildi. Odamlar uzilmay kirib chiqib turadigan bu katta jami kunduzi ularning namoz o'qib, istiqomat qiladigan, kechasi bir necha soat uxlab aram oladigan g'amxoni bo'lib qoldi. Ular kunduzlari kishilarga aralashib, Baytulloh bilan Safa, Marva atrofida namozxonlik qilib yuradi. Kech kirib ko'z bog'langanda bo'lsa, jamining ikkinchi qavatiga chiqilgan tosh palampayning ostidagi bo'sh o'ringa g'ippida kirib oladi va daq yerga maydisini yiqib, uzun chapallarning yerimini ko'rpa, yerimini yotqan qilganicha bir necha soat g'iriblik uyqusini uxlab oladi. Agar ularning bu yerda yetayotganligini masjiddagi og'vat jarubkashlar bilib qolsa, hargiz bo'sh qo'yib Shunga ular amal bar ularni ko'zdan yiroq yuradi. Yotgan yerini texmu maxfiy tutadi. Bu kunlarda ular yo'qsizlik, g'iriblik,
va musofirlik dardida bakmu didiqab ketdi. Atxon zodila sirtqa chiqmaydi. Akbar ba'zida bozordan, ba'zida misrliklar solgan Taki Misriya degan xonqodan ancha muncha non, po'shkal, sut, qittiq degandek narsalarni tepib kelib, dadasining holidan xabar oladi. Bir kuni u dadasining yerim kechida o'rnidan turib, Allohga nola qilib yig'layotganligini anglab qoldi. Askartish. Ag'vat jarubkashlar burundan ko'p o'g'illari bor odamlar birer o'g'lini aqti qilib, Masjidil Haramning xizmatiga tutib berish odati bo'lgan. Bular haramning omonligi, tozalik ishlarini qiladi. Yo'qsizlik va sarsallikning rahimsiz nashtiri jinidan o'tgan Atxon shu kuni kechicha uxlay olmay, Xudoga tevinib mundoq degan edi. Xudo, bendang lozim bo'lsa, qo'y go'shida boqqin. Odam yaxshi yemasa, yaxshi kiymasa, yaxshi ot minmasa, kechini yaxshi o'tkazmasa, bundoq odamning dunyoga kelganligining nim foydasi? Ah, Makka, mendak hech nimasi yo'q. Sarson odamni qachonmi boy qilib, qo'limni pulga, og'zimni oshga to'ydirarsan. Dadasining nola faryodi Akbarning ko'nglini zivatdi. Uning uyqusi qochdi. Bu kunlarda Akbarmu ruhi chiqib ketgan odamdek garang va xomush bo'lib qolgan edi. Akbar yurtqa qaytalmaganligini har qancha qilibmi ko'ngliga sig'dira olmaydi. Ko'nglida hamisha yurtda o'tgan shu g'amsiz, haroman kunlarni, onasini, acha singillarini, qo'shni qulumlarni, do'st og'inlarni, ashu yeshil zimin, illiq havoliq tong saharlarni o'ylab, o'pkisi to'lib, ixtiyorsiz holda o'z-o'ziga savol qo'yadi. Bu judolik nima uchun bo'ldi, ha? İnsan baxt saodatga erishish uchun mushundoq mushaqqatlarni, hijron azobini tortish kerakmi? Nada u baxt? Akbarning kallasida bir narsa hukm suratdi. Azob va hijron bilan o'tayotgan bu hayotni qandoq to'liqlash kerak? Qandoq bir sabr toqat bilan uzoq yillarni va yiroq kelgusini o'tkazguli bo'ladi? Bu savollarning javobi Akbar uchun ochiq, noaniq va xuddi tuvi yo'q hangdek qop-qorong'u edi. Dadasining bayqi yig'isi va nolisi uni texmo umidsizlantirib, cheki yo'q azob dengiziga g'arq qilyapti. Akbar har qancha qilibmi o'zini tutolmadi. Ichi ochiqqa to'shdi. U chopinini peshiga purkab, dastlab esadab, keyin ho'ngrab yig'layapti. Atxon cho'chib ketdi. U birer kutilmagan ish bo'ldim nima degan ansizlik bilan Akbarni o'ziga tortib, bosh ko'zini selidi va g'uluqib: "Balam, Akbar, nim bo'ldi? Bir narsa chiqib oldimi? Qora bosdimi ya?" deb so'rab ketdi. Akbar yig'isini ta'zda to'xtatdi va dadasining quchqiga beshini qo'yib, esadab turib mundoq dedi: "Dada, biz hozir suvga g'arq bo'lgan odamga o'xshab qoldik. Birer qirg'oqni nishonlab, har qancha uzzakmi, put-qo'limiz ojizlashib, yanala cho'kib ketyapmiz. Ko'zimizga na qirg'oq, na sahil ko'rinmaydi. Biz mushundoq sarsonlikda o'lib ketadigan o'xshaymiz. Biz o'lgandan keyin bizni yodlaydigan birer odam chiqarmi, dada? Anam, och singillarim nadidu? Ah, Xudo, nimandoq ig'ir kunlar bu?" Atxonning yuragi yana ezildi. Shu topda o'zini go'yo qorong'u, so'g'uq qonga tushib ketayotgandek shundoq bechora va iqtidorsiz sezdi. Lekin u hozir o'zini bo'lishiga qo'yib o'tib o'g'liga hamdam bo'lib uning bilan billa nola faryod cheksa hargiz bo'lmaydi. Yosh bolaning ruhi tushib, yuragi zaxmi yeydi. Xuddi qanatiga o'q tekkan qushdek erkin ucholmaydigan, hatto o'zig'imi qayta qo'nolmaydigan bo'lib qoladi. Shunga Atxon darhol o'zini tutib olib, burunqi tamkinligi va salobati bilan mundoq dedi: "O'g'lim, ko'nglingni buzma, shukr qil. Shukrning tigi oltin. Banda niyat qilgani bilan ishlarning ro'yobga chiqmaqi Allohga bog'liq. Shukr qilmaydiganlar bu dunyoning ma'ishtini deb, biz bo'lsak u dunyoning savobini ko'zlab o'tyapmiz. Biz Allohning mulki, o'g'lim. Yana Alloh tarafga qaytamiz. Hergiz behuda xiyollarni qilma."
Taş pələmpəy astidagi kichikkina qarang'u bo'shliq. Bugungacha ota-bola ikkalanning ana shundaq nola pig'oni, shukr tasallisi va mehr muhabbati ichida o'tib ketdi. Atsi juma namozidan keyin Akbar yana sirtqa chiqdi. Maqsadi Taki Misriya xonqosiga borib, kashlik yeydigan biror narsa tepib kelish edi. Akbar haramdan bir oz yiroqlashib, Al-Hamidiya degan yerga kelganda, u yerga to'plashib olgan nurg'un odamlarni ko'rdi. Akbar mu qiziqib, to'p ichiga qistilib kirdi. Kang maydonning o'rtasida mahkama shar'iy deb xat yozilgan taxta bilan bir necha qozi kalon va kalla kesar jallodlar yurishatdi. Shularni ko'ribla Akbar bu yerning jazo maydoni ekanligini bildi. Demisimi, bu yer har juma kuni podshohlik qonunini ijro qiladigan mahkama shar'ining jazo maydoni edi. Bu yerda minglagan kishilarning ko'zi oldida qotil, bulonchilarning kallasi ilinatdi. O'g'ri, yanchuqchilarning qo'llari kesilatdi. Jon va qon bilan hablashadigan bundoq surlik mudhish vazifani ota bosdan tartib mushundaq ishni qilib kelgan podshohning qullari ado qilatdi. Ular nihoyatda yo'g'on, baslik bo'lib, qaram ham talva edi. Kishilarning bo'yniga qilich urganda qo'li titramaydi, ko'zimi mit qilib qo'ymaydi. Akbar bu yerda turish yoki ketish ustida ishkilinib qoldi. Turay desa, yili kalla kesilganda qo'rqib ketishi, hatto o'zini tuta olmay varqirab silishi mumkin edi. Ketay desa, azaldan ko'rib boqmagan bu yangilikni ko'rgisi kelyotdi. U shu xiyollar bilan bir qarorga kelolmay, xili vaqtni o'tkazyapti. Angacha maydonda odamlar ko'payib, Akbar qaytay desimi qaytalmaydigan ahvol shakllanib qoldi. Akbar amalsiz sapning oldida o'rin tutib o'ltirdi va beshini ko'tarib oldiga qaradi. U yerdagi munbarda istixonliq, o'ttir bo'y, bomba saqalini yaxshi ketatligan taqirbosh bir odam o'ri turadi. Atrofdagilarning uningga hurmat takalluf qilishidan bu odamning cho'ng qozi ekanligini bilgili bo'ladi. U yiqiq ko'zlik oltin uzuk silingan so'l qo'li bilan saqalini silab, o'ng qo'lida Salvejonni chin tutgan edi. Askartish. Savlejon zakun tayqi. Sallisi sidam beshi oftobda parqirab turadi. U Savlejonni o'ynatib turib, yo'g'on bom ovoz bilan mundoq dedi: "Xaloyiq, quloq solinglar. Alloh taolo bandalarga yo'l ko'rsatuvchi Qur'onni nozil qildi. Allah Qur'onda yaxshilik va yomonlikni ko'rsatdi. Allah shariatga muxolif ishlarni qilishni ma'ni qiladi. Allah musulmonlardan izzat hurmatini saqlashni, ma'ni qilingan har qanday ishni qilmaslikni talab qiladi. Shariat muqaddas, u Allohning irodasi bo'yicha bo'ladi. Yaxshilikqa savob, yomonlikqa azob hamma yerda bor." Qozining so'zidan keyin maydonga oltaylarni yolab ilib kirishdi. Ularning chaq saqli o'sgan, kiyimlari sangil-sungul edi. Taqi turqidan qancha yoshlarga kirganligini darhol paymaligili bo'lmaydi. Ularning orsidagi ikkisining o'ng qo'li beg'ishidan yo'q edi. Akbar yenidagilarning o'zaro qilishayotgan paraqlaridan bu ikkisining burun mushu yerda bir qatim qo'li kesilganligini, tova qilmay yana o'g'rilik qilganligi uchun bugun so'l qo'lining mu kesilib, ikki qo'li yo'q miyibqa aylandiganligini bildi. Akbar bu shum peshona bechoralarning shumshib ketgan miskin qiyofatlariga qarab, ya ich og'ritishni, ya la'nat o'qishni bilolmay o'ltirib qoldi. Ich og'irtay desa, hozir ular shariatning jazosini kutib turgan asi, ozg'unlar edi. La'nat o'qoy desa, ularmu tirikchilik yo'li topolmay, ochliq va yo'qsizlikdan amalsiz mushundaq la'natdek bir ishlarni qilib qo'yganlar edi. Tuyuqsiz anglangan echinishliq bir varqirash ovozi Akbarning xiyolini bo'lib cho'chitibdi. U ittik beshini ko'tarib oldiga qaradi. O'zidan bir necha qadam neridagi toshliq yerda qansirab lepildab yotgan bir qo'l panjisini ko'rib shurkunib ketdi. Akbar texi esini yig'ib olmay turishiga ikkinchi o'g'rining o'ng qo'limi ko'takka tortilib, ko'zni yumib ochqicha oraliqda beg'ishidan kesib tashlandi.
kesib tashlangan qo'l yana shu tashliq ustiga paqqada tushib, Akbarning ko'z oldida qansirab, tortishib lepildashga boshladi. Qo'li kesilganlar ichinishliq varqiraydi, bo'zlaydi. Iliqi g'alita kiyimlik Suriyaman, baslik jallatlar bo'lsa, xuddi sho'rpa silish uchun qo'y yoki kala go'shtlarini parchalayotgan qassobdek parvosiz, xiraman edi. Akbarning yumran sabiy yuragi bundaq rahimsiz, qonliq ko'rinishga bardashlik berolmadi. Uning ustiga vahimalik bir xiyol kallasiga kirib uni texmu qattiq qo'rqinch va surbesib ketdi. Akbarmu bir necha kunning oldida mushu qo'li kesilgan o'g'ri yanchuqchilar qilgandek uyatliq, xufiyana ishdan ikkini qilgan edi. Birisi Navoiyga bir nonning pulini berib, uning diqqatsizligidan ko'zini g'alat qilib, ikki nonni ilib ketgan edi. Yana birisi xaridorlar ko'plab kirib chiqib turgan bir meva do'konidan chaqqonlik bilan ikki olmani o'g'irlab, sirtqa ilib chiqib yegan edi. U shu chaqda o'ziga o'zi, agar bu nonni olmasam, ochliqdan ya dadam, ya men o'lishim kerak. Lekin bizning behuda o'lishimizni Xudo ravo ko'rmaydi. Ikki olma degan nima edi? Men yurtimda har qanday boqqa kirsam, to'yg'icha meva yeyalaydim. Bu yerda meva yemaginimga necha oylar bo'lib ketdi. Kichikkina tetib baqsam nim bo'pti. Xudo xolisa, pul topganda ularning haqqini boshqa yo'l bilan cho'qim yondirman, deb tasalli berib, fatvo to'qigan edi. Lekin hozir o'ylab qarasa, Xudo Akbarni cho'ng saqlabdi. Agar biror yerda tutilib qolgan bo'lsa, u mushu o'g'ri yanchiqchilardek bu surlik jazo maydonida jazoga tortilib qo'li kesilmasmidi? Ya Rabbim, u chaqda Akbar bu yo'riq dunyoda qandoqmi bosh ko'tarib yuralaydi? Yurtqa qaysi yuzi bilan baratdi? Onasi urug' tuqqani el og'inlari oldida nima deydi? Erni nomus o'ltirmamdu? Voy Xudoyim, Akbarni rostilla ota-onasining duosi saqlabdi. Allah uningga kamchilik qilib, o'z karomati bilan bugun mushu jazo maydonini ibrat qilib ko'rsatibdi. Akbarning yuragi tortishib, badaniga titrak o'lashdi. Amdi uning hech narsani ko'rishga hafsili qolmadi. Go'yo birsi hozirla Akbarning ismini chaqirib, jazo maydoniga tortib chiqadigandek, hiliqi surlik jallatlar uning qo'lini ko'takka besib, non o'g'rilgan, olma o'g'rilgan qo'ling mushumo deb kesib tashlaydigandek bir xil vahima va ansizlik uni aloqzada qilayotgan edi. Shunga Akbar asta o'rnidan turdi. Kishilar orasidan sug'urilib nihoyatda tasda sirtqa chiqdi-da, o'zini bir tomning daldisiga elib, mukchiyib o'ltirdi. Uning boyiqi titriki texi besiqmagan edi. Akbar shu holatda taki Misriyaga berishnimi unutib, heliqi jazo maydonidagi ishlar pak tugab bo'lgacha ashu tomning daldisida o'ltirib qoldi. Davomi bor.